Navbatdagi savol. Xolam kasal bo'lib namozlarni o'qiy olmay qoldi. Peshin, asr, shom va xuftondan oldin qazo namozlarini o'qib olsa bo'ladimi? Qaysidir domla namozga kirishdan oldin qazo namozlarini o'qisa bo'ladi degan ekan. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulilloh va ba'd. Albatta bo'ladi. To'g'ri aytgan domla. Qazo namozlarini o'qisa bo'ladi, imkon qadar. Fattaqulloha mastatotum. Qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar degan. Peshindan oldin o'qiydimi, asrdan oldin o'qiydimi? Ya'ni odamga osonlashtirish uchun aytgan bo'lishi mumkin domla ham. Masalan, peshindan oldin bitta peshinda o'qib oling. Asrdan oldin bitta asrda o'qib oling degandek, har namozdan oldin o'sha namozni qazosini o'qib olsa, sekin-sekinlik bilan osonlashib boradi bu. Degan ma'noda bir yo'l ko'rsatgan bo'lishi mumkin domla. Qo'ldan kelgancha taqvo qilinadi bu narsada. Ya'ni qancha qo'lingizdan kelsa, bajara olsangiz bajaring. Agar bajara olmay qolganingizda Alloh taolo uzrni qabul qiluvchi zot o'zi. Vallohu a'lam.